Assalomu alaykum. Cherry YouTube kanali obunachilari, bugun sizlar bilan Ariz 6 Pro ni komfort pozitsiyasini ko'rib chiqamiz. Mashinamiz 1.5 turbina bilan jihozlangan, 147 at kuchi. Elde dizayni Lexus dizaynda sotilgan, chiroqlari LED chiroqlar bilan yoritilgan. Balonimiz 17 lik diska bilan jihozlangan, elde ham orqasi ham diskoy tormozdir. Mashinamizda beskuluchli dostуп bo'ladi. Pulsiz ochish. Salon qo'shimcha chexlar bilan jihozlangan. Mashinamizda EcoSport 2 xil rejim bo'ladi. Sportivniy, ekonomik. Cruise control bo'ladi, mashina bir xil tezlikda tutib beradi. 4 taraf oynam avtomatik ochiladi knopkada. Rulda cruise control, multimedia, rulni o'zi ham qizadi. 4 taraf sinya qizadi. Ruchnoy tormoz knopkada joylashgan, avto hold bo'ladi. Monitorimiz mashin pultning o'zida zavod bo'ladi. Ariz 6 Pro mashina sharichina 8 litr расход etadi, dalniya 5,5 litr расход etadi. Ariz 6 Pro ni 3 xil pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi 239 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 254 million 900 ming so'm, uchinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm. Hozir bizlarni ko'rib turganimiz komfort pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. 254 million 900 ming so'm. Mashinani naqd avtokredit рассрочка xarid qilsangizlar bo'ladi. Sizlarni Cherry avtosalonida kutib qolamiz.